yo'llardagi eng xavfli mavjudot bu yo'l harakati qoidalarini bilmaydigan shofyorlar ham deyish mumkin. Biz nega bu fikrda ekanligimizni quyidagi video misolida ko'rib chiqamiz. Xo'p, videoda ko'rishimiz mumkin, Damas rusumli transport vositasi manyovrni amalga oshirmoqda va u manyovrni amalga oshirish jarayonida amaldagi yo'l harakati qoidalarini bir emas, bir nechta talablarni buzgan. Va hozir biz mazkur jarayonlarda birma-bir sanab chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda amaldagi yo'l harakati qoidalarining 53-bandiga ko'ra haydovchi manyovrni amalga oshirishdan oldin o'sha o'zini amalga oshirayotgan manyovri yo'l harakatini boshqa qatnashchilariga nisbatan xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilish kerak degan talablari buzilgan. Ikkinchisi esa yo'l harakati qoidalarining 56-bandiga ko'ra haydovchi o'ngga chapga burilish yoki qaylib olishdan oldin o'sha yo'nalishda harakatlanish uchun mo'ljallangan yo'l qatnov qismini eng chetki holatini egallashi shart degan talablari buzilgan. Uchinchisi esa videoda ko'rishimiz mumkin, 1-3 yo'l yotiq chizig'i bor. Mazkur yo'l yotiq chizig'ini bosib o'tish mumkin emas. Xo'p, qoidalar buzilibdi, nima bo'pti degan savol tug'ilishi mumkin. Xudo ko'rsatmasin, mazkur jarayonda biror bir yo'l transport hodisasi kelib chiqadigan bo'lsa, butun javobgarlik masalasi mana shu Damas rusumli transport vositasida bo'lib qoladi. Hurmatli kuzatuvchilar, shu kabi foydali videolar o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ying.